Assalomu alaykum. Ushbu video darsimizda makroiqtisodiyot fanidan asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar mavzusi bo'yicha fikrlashamiz. Milliy iqtisodiyot rivojlanishidagi muammolarni aniqlash, mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishini tahlil qilish hamda uni yanada rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun bir qator makroiqtisodiy ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Alohida firmalar faoliyatiga baho berishda qo'llaniladigan ko'rsatkichlardan farqli ravishda ushbu ko'rsatkichlar milliy iqtisodiyotning barcha subyektlari faoliyatiga umumiy baho berish, makroiqtisodiy tahlil o'tkazish, mamlakat iqtisodiyotining jahon xo'jaligidagi raqobatbardorlik darajasini aniqlash imkonini beradi. Demak, alohida firmalar darajasida o'rganilayotganda alohida o'sha firmaning faoliyatiga taalluqli bo'lgan jarayonlarni o'rganuvchi ko'rsatkichlardan foydalaniladigan bo'lsa, makroiqtisodiy ko'rsatkichlarda esa butun mamlakat iqtisodiyotiga taalluqli bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga qamrab oluvchi ko'rsatkichlardan foydalaniladi va ular asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar deb nomlanadi. Bu ko'rsatkichlarga quyidagilarni kiritishimiz mumkin. Birinchisi yalpi ichki mahsulot, sof ichki mahsulot, yalpi milliy daromad, sof milliy daromad, shaxsiy daromad, shaxsiy tasarrufdagi daromad, iste'mol, jamg'arish ko'rsatkichlarining hajmi va o'sish sur'atlari orqali baho beriladi. Demak, yuqorida biz sanab o'tgan asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning hajmi qancha bo'lganligi va mana shu ko'rsatkichlarning o'sish sur'ati qanday bo'lganligiga qarab baho berilar ekan. Ikkinchi guruh ko'rsatkichlar iqtisodiyotning tarkibiy tuzilishi deb nomlanadi. Demak, har bitta mamlakatning iqtisodiyoti tarmoqlar bo'yicha tarkibini o'rganib chiqadigan bo'lsak, o'sha mamlakat iqtisodiyotining tarkibi qanday ekanligi shu mamlakat iqtisodiyotiga ma'lum darajada baho berish imkoniyatini bizga yaratib beradi. Misol uchun, mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakatimiz iqtisodiyotida qishloq xo'jaligi tarmog'ining ulushi yuqori bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik tarkibiy islohotlar o'tkazilish natijasida hozirgi kunga kelib mamlakatimiz iqtisodiyoti tarkibida, ya'ni mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti tarkibida xizmat ko'rsatish va sanoat tarmoqlarining ulushi ancha yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bundan kelib chiqadiki, dunyo mamlakatlari iqtisodiyotiga baho berilayotganda mana shu iqtisodiyotning tarkibida qaysi tarmoqning ulushi yuqori ekanligiga qarab shu mamlakat iqtisodiyotiga ma'lum ma'noda baho berish mumkin. Keyingi guruh ko'rsatkichlar mamlakat eksporti va importi hajmi va ularning tarkibi qanday ekanligi va ularning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi qanday ekanligi va o'sish sur'ati qandayligiga qarab baho beriladi. Ya'ni asosan mamlakatning tashqi iqtisodiy aloqalari, tashqi iqtisodiy faoliyati ko'rsatkichlariga qarab ham baho beriladi. Keyingi guruh ko'rsatkichlar davlat budjeti taqchilligi, deflyator, iste'mol narxlari indeksi, inflyatsiyaning o'sish sur'atiga qarab ham mamlakat iqtisodiyotiga baho berishimiz mumkin. Demak, bu ko'rsatkichlardan birinchisini olib ko'radigan bo'lsak, davlat budjeti taqchilligi qanday ekanligi o'sha mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatga baho berish imkonini beradigan bo'lsa, budjet daromadlari va xarajatlari o'rtasidagi munosabat qanday ekanligiga baho beradigan bo'lsa, keyingi o'sha ko'rsatkichlar asosan mamlakatdagi o'rtacha narxlar darajasini qanday o'zgarayotganligi, inflyatsiya darajasining qanday ekanligiga qarab ham biz mamlakat iqtisodiyotiga baho beramiz. Keyingi guruh ko'rsatkichlar ishsizlik darajasi va ishsizlar soni qancha ekanligi, aholining ish bilan bandlik darajasiga qarab ham biz har qanday mamlakat iqtisodiyotiga baho berishimiz mumkin. Bu ko'rsatkichlar ham mamlakat iqtisodiyotining holatiga baho berish imkonini bizga yaratib beradi. Ya'ni mamlakatda ishsizlik darajasi qanday ekanligi, qancha ishsizlar soni bor ekanligi va ularning aholining ish bilan bandlik darajasi qanday ekanligi va boshqa mamlakatlar bilan taqqoslagan holda shu mamlakat iqtisodiyotiga baho berish imkoniyatini yaratadi. Va keyingi guruh ko'rsatkich aholining moddiy ne'matlar va xizmatlar iste'mol hajmi, ularning jamg'armalari qanday ekanligi va ish haqining quyi darajasi qanday ekanligi va boshqa ko'rsatkichlar orqali ham mamlakat iqtisodiyotiga baho berishimiz mumkin. Yuqorida sanab o'tilgan barcha ko'rsatkichlarni biz ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana shu ko'rsatkichlar orqali mamlakat iqtisodiyotiga baho berish imkoniyati bizda paydo bo'ladi. Davlat budjeti taqchilligi, inflyatsiya sur'ati, ishsizlik darajasi kabi ko'rsatkichlar umumiy makroiqtisodiy vaziyatga baho berishda qo'llaniladi. Ya'ni mamlakatdagi umumiy makroiqtisodiy vaziyat qanday ekanligiga biz mana yuqoridagi ko'rsatkichlar orqali, ya'ni umumlashtiruvchi ko'rsatkichlar orqali baho berishimiz imkoniyati paydo bo'ladi. Yalpi ichki mahsulot, sof ichki mahsulot, yalpi milliy daromad, sof milliy daromad, shaxsiy tasarrufdagi daromad, shaxsiy daromad, iste'mol, jamg'arish kabi ko'rsatkichlar esa mamlakatda milliy ishlab chiqarishning parametrlari va dinamikasini tahlil etishda foydalanadi. Ya'ni mamlakatda o'sha ishlab chiqarish hajmi qanday ekanligi, uning qanday o'zgarayotganligi
aholijon boshiga qanchadan to'g'ri kelishi va boshqa holatlarga baho berishda mana bu yuqorida sanab o'tilgan ko'rsatkichlardan biz foydalanishimiz mumkin. Sobiq ittifoq davrida, shuningdek O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillarida yalpi milliy mahsulot asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkich sifatida foydalanilgan. Biroq xalqaro standartlarga moslashish, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotining milliy hisoblar tizimi talablariga muvofiq ravishda yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichiga o'tish zaruriyati bizda paydo bo'ldi. Shuning uchun 1995-yildan boshlab Davlat statistika qo'mitasi yalpi milliy mahsulot ko'rsatkichining o'rniga yalpi ichki mahsulot hisobini yuritishga o'ta boshladi. Va yalpi ichki mahsulot bo'yicha to'liq va nisbatan aniq hisob-kitoblar 1996-1997-yildan boshlab muntazam e'lon qilinmoqda va hozirgi kunda mamlakatimizda o'sha dunyo amaliyotidan kelib chiqqan holda asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkich sifatida yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichidan foydalanib kelinmoqda. Yalpi ichki mahsulot deganda nimani tushunamiz? Demak, yalpi ichki mahsulot mamlakat rezidentlari tomonidan ma'lum muddat davomida, odatda 1 yil mobaynida ishlab chiqarilgan pirovard mahsulotlar va ko'rsatilgan xizmatlar qiymatlarining yig'indisidir. Yalpi ichki mahsulotni aytaylik 6 oylik muddatga yoki 9 oylik muddatga ham hisoblashimiz mumkin, lekin amaliy ahamiyatga ega bo'lgani odatda o'sha 1 yil muddatga tuzilgan hisoblangan yalpi ichki mahsulot ko'proq amaliy ahamiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun yalpi ichki mahsulot odatda 1 yil muddatga hisoblanishi nazarda tutiladi. Yalpi ichki mahsulotning ichki deb atalishning sababi uning mamlakat rezidentlari tomonidan yaratilishidir. Ya'ni rezident deganda faqatgina mamlakatning yuridik va jismoniy shaxslari tushunilmaydi. Rezident bu shaxs yoki tashkilotning ma'lum bir davlat bilan iqtisodiy va huquqiy jihatdan barqaror aloqasi mavjud bo'lganligini bildiruvchi maqomidir. U soliq, moliyaviy, migratsiya va boshqa sohalarda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Rezidentlikning ikkita quyidagi turlari bor. Birinchisi jismoniy shaxslar rezidentligi. Quyidagi holatlarda jismoniy shaxslar mamlakat rezidenti hisoblanadi. Birinchidan, davlat hududida yil davomida 183 kundan ortiq yashagan bo'lsa, demak shu mamlakat rezidenti sifatida e'tirof etiladi. Ikkinchidan, doimiy yashash joyi, ya'ni oilasi, uyi yoki asosiy hayotiy manfaatlari shu mamlakatda bo'ladigan bo'lsa, demak shu mamlakat rezidenti hisoblanadi. Va keyingisi, mazkur mamlakat fuqarosi bo'lib, chet elda vaqtincha yashayotgan bo'lsa, lekin asosiy manfaatlari hali ham shu mamlakatga bog'liq bo'ladigan bo'lsa ham, bu shu mamlakatning rezidentlari deb ataladi. Ikkinchi turi yuridik shaxs rezidentligi yoki tashkilotlar rezidentligi ham deyishimiz mumkin. Korxona yoki tashkilot quyidagilardan biriga ega bo'lsa, u mamlakat rezidenti hisoblanadi. Birinchidan, ro'yxatdan o'tgan joyi shu mamlakatda bo'lsa, ya'ni shu mamlakatda ro'yxatdan o'tdimi, demak shu mamlakat rezidenti hisoblanadi. Ikkinchidan, boshqaruv markazi yoki asosiy faoliyat joyi shu mamlakatda joylashgan bo'lsa ham shu mamlakat rezidenti hisoblanadi. Endi rezidentlikka biz alohida to'xtalib o'tishimizning sababi shundan iboratki, yalpi ichki mahsulot deganda shu mamlakat rezidentlari tomonidan ishlab chiqarilgan barcha mahsulotlar va ko'rsatilgan xizmatlarning qiymatlarini yig'indisi, demak shu mamlakatning yalpi ichki mahsuloti hisoblanar ekan. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi, Fuqarolik kodeksi va yuridik shaxslarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi qonunga ko'ra, O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan har qanday yuridik shaxs, shu jumladan xorijiy sarmoya ishtirokida bo'lsa ham, demak shu mamlakat rezidenti hisoblanar ekan. Demak, yuqoridagi korxonalar rezidentligi to'g'risidagi ma'lumotga qo'shimcha bir misol tariqasida keltirib o'tildi. Endi keyingi makroiqtisodiy ko'rsatkich bu yalpi milliy daromad degan ko'rsatkich bor. Yalpi milliy daromadni aniqlash uchun mamlakat rezidentlari tomonidan mamlakatda va mamlakatdan tashqarida ishlab chiqarishda ishtirok etish va mulkdan olingan o'sha boshlang'ich daromadlar yig'indisi sifatida biz e'tirof etishimiz mumkin. Ya'ni yalpi milliy daromadni aniqlash uchun mamlakatning yalpi ichki mahsulotiga mamlakat rezidentlari tomonidan xorijdan olingan daromadlarni qo'shishimiz va norezidentlarning mamlakatdan xorijga jo'natilgan daromadlarini ayirish orqali shu mamlakatning o'sha yalpi milliy daromadini biz aniqlab olishimiz mumkin. Yalpi milliy daromad ham asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Keyingi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkich sof ichki mahsulot deb nomlanuvchi ko'rsatkich ham bor va sof milliy daromad deb nomlanuvchi ko'rsatkichlarni keltirib o'tishimiz mumkin. Va bular yalpi ichki mahsulot va yalpi milliy daromad ko'rsatkichlaridan amortizatsiya, ya'ni iste'mol qilingan asosiy kapital summasini ayirish orqali topilar ekan. Ya'ni sof ichki mahsulotni topish uchun mamlakatning yalpi ichki mahsulotidan amortizatsiya summasini ayirish orqali topamiz, yoki sof milliy daromadni topish uchun mamlakatning yalpi milliy daromadidan amortizatsiya summasini ayirish orqali topiladi. Bu yerda amortizatsiya summasining ayirishning asosiy sabablaridan biri shundan iboratki, bu bizga ma'lumki, amortizatsiya deganda asosiy kapitalning qiymatini
yillar mobaynida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar va ko'rsatilayotgan xizmatlarning tannarxiga, qismlarga bo'lgan holda o'tkazib boriladigan qismini biz amortizatsiya deb tushunamiz. Demak, ma'lum bir o'sha asosiy vosita shakllantirilgan, ya'ni sotilgan yoki o'sha asosiy vosita qurilgan paytda uning qiymati balansga boshlang'ich qiymati sifatida qabul qilinadi va o'sha qiymat birato'la emas, ma'lum yillar mobaynida asta-sekinlik bilan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar va xizmatlarning qiymatiga o'tkazib boriladi. Shu nuqtai nazardan mana shu amortizatsiya summasi o'sha tahlil qilinayotgan yildagi qilingan haqiqiy xarajat emas, qachonki o'sha asosiy vositani shakllantirilayotgan paytda qilingan xarajatlarning ma'lum bir qismi ekanligi nuqtai nazardan o'sha sof ichki mahsulotni yoki sof milliy daromadni topayotgan paytda o'sha yalpi ichki mahsulot yoki yalpi milliy daromaddan shu amortizatsiya summasining ayrilishi orqali topilishining asosiy sabablaridan bittasi mana shu hisoblanadi. Keyingi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkich o'sha makroiqtisodiy tahlilda milliy hisoblar tizimiga kirmagan shaxsiy daromad ko'rsatkichi ham qo'llaniladi. Endi shaxsiy daromad ko'rsatkichini aniqlash uchun sof milliy daromaddan, demak, ijtimoiy soliq summasi, bilvosita soliqlar, korporatsiya foydasiga soliqlar, korporatsiyalarning taqsimlanmagan foydasi va biznesning foiz daromadlarini qo'shgan holda ularning yig'indisini biz sof milliy daromaddan ayiramiz va kelib chiqadigan natijaga transfert to'lovlarini qo'shamiz va foizlar ko'rinishidagi olingan shaxsiy daromadlarni qo'shadigan bo'lsak, bu shaxsiy daromad ko'rsatkichini keltirib chiqaradi. Endi bizga ma'lumki, o'sha ijtimoiy soliq tushunchasiga qisqagina izoh berib ketmoqchi edik. Ijtimoiy soliqni biz bilamizki, korxonalar, umuman yuridik shaxslar tomonidan o'zlarining xodimlariga ish haqi hisoblagan paytda hozirgi paytdagi me'yoriy hujjatlarga ko'ra hozirgi paytdagi stavkasi xodimlarga ish haqi hisoblanganda byudjet tashkilotlarida 25% miqdorida va tadbirkorlik subyektlarida 12% miqdoridagi ijtimoiy soliq summasi deb nomlanuvchi summani, mablag'ni byudjetdan tashqari maqsadli jamg'armalarga, ya'ni asosan byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi, kasaba uyushmalari federatsiyasi jamg'armasi va bandlikka ko'maklashish markazlarining jamg'armasiga o'tkazib beriladi. Demak, sof milliy daromadni summasidan yuqorida biz aytib o'tilgan ko'rsatkichlarni hisob-kitob qilish natijasida shaxsiy daromad ko'rsatkichini biz aniqlab olishimiz mumkin ekan. Keyingi makroiqtisodiy ko'rsatkichlardan biri shaxsiy tasarrufdagi daromad ko'rsatkichi ham bor. Shaxsiy tasarrufdagi daromad ko'rsatkichini aniqlash uchun yuqorida sizlar bilan biz ko'rib chiqqan shaxsiy daromad ko'rsatkichidan aholi to'laydigan daromad solig'i, mulk solig'i va ayrim nosoliq to'lovlarni ayirish natijasida biz shaxsiy tasarrufdagi daromadni aniqlab olamiz. Ya'ni shaxsiy tasarrufdagi daromadning muhimligi jihati shundan iboratki, aholi asosan o'zining iste'moli uchun yoki jamg'armasi uchun mablag' ajratayotganda aynan shaxsiy tasarrufdagi daromaddan o'sha iste'moli uchun xarajat qilishi mumkin yoki jamg'armaga pul ajratishi mumkin yoki tadbirkorlik subyektlari bo'ladigan bo'lsa o'zining investitsion yoki jamg'arma xarajatlarini aynan shaxsiy tasarrufdagi daromaddan amalga oshiradi. Demak, shaxsiy daromad ko'rsatkichining tarkibida demak uy xo'jaliklari yoki firmalar tomonidan to'lashi lozim bo'lgan turli xil soliqlar to'lov summalari ham ichida turadi. Shuning uchun ko'proq ahamiyatga ega bo'lgan ko'rsatkichlardan biri sifatida biz shaxsiy daromaddan keyingi o'rinda shaxsiy tasarrufdagi daromad ko'rsatkichi ham muhim hisoblanadi. Shaxsiy tasarrufdagi daromad uy xo'jaliklari tomonidan iste'mol va jamg'arish uchun ishlatiladi. Ya'ni shaxsiy tasarrufdagi daromadni biz o'sha uy xo'jaliklarining iste'moli va ularning jamg'armalarining yig'indisi sifatida ham hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Makroiqtisodiy tahlilda uy xo'jaliklarining shaxsiy tasarrufdagi daromad va yalpi milliy tasarrufdagi daromad ko'rsatkichlari o'zaro farqlanadi. Ya'ni yalpi milliy tasarrufdagi daromad bilan uy xo'jaliklarining shaxsiy tasarrufdagi daromadini bir-biridan farqlashimiz lozim. Mamlakat miqyosida yalpi milliy tasarrufdagi daromadni aniqlash uchun uy xo'jaliklarining o'sha yalpi milliy daromadi va xorijdan olingan sof transfertlarning yig'indisi sifatida biz hisoblashimiz mumkin. Ya'ni xorijdan olingan sof transfertlar deganda bu yerda shu narsa nazarda tutilyaptiki, mamlakat tashqarisidan olingan transfertlardan mamlakatdan tashqariga berilgan transfertlarni ayiradigan bo'lsak, demak bu yerda xorijdan olingan sof transfertlar kelib chiqadi. Ya'ni yalpi milliy tasarrufdagi daromadni topish uchun yalpi milliy daromadga o'sha xorijdan olingan sof transfertlarni qo'shishimiz kerak. Shaxsiy tasarrufdagi daromadni topish uchun esa yuqorida biz ko'rib chiqqanimizdek o'sha uy xo'jaliklarining iste'mol va jamg'armalarini qo'shish orqali topishimiz mumkin. Shuning uchun
Bu yalpi milliy tasarrufdagi daromad va shaxsiy tasarrufdagi daromadni bir-biridan farqlashimiz lozim bo'lar ekan. Yalpi milliy tasarrufdagi daromad yakuniy iste'mol va milliy jamg'arish uchun ham ishlatiladi. Ya'ni xuddi uy xo'jaliklarida iste'mol va jamg'arish uchun ishlatilgani singari yalpi milliy tasarrufdagi daromad ham o'sha yakuniy iste'mol hamda milliy jamg'arishning yig'indisi sifatida ham hisoblashimiz mumkin. Ya'ni mohiyatan ikkalasi bir-biriga o'xshash hisoblanadi. Sizlar bilan asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning eng asosiylarini ko'rib chiqdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.